Assalomu alaykum aziz andijonliklar. Ayni damda men Andijonning chap biqinida joylashgan Jahon bozoridaman va mana shunday betakror xonimlarimiz uchun yaratilgan juda ham chiroyli ro'mollar olamiga tushib qoldim. Sizlarga ham buni ilinganim uchun reklama qilishga harakat qilamiz. Reklama deb откровение aytib reklama qiladigan yagona bloger men bo'lsam kerak. Ishonaveringlar, bu yerga sizlar uchun keldim. Qaranglar, aytib o'taman, tepa tomondagi hamma ro'mollarga men kelganim uchun 20 mingdan skidka berishvardi. Past tomondagilar o'z 70 mingdan sotilgan ro'mollarimizga 45 mingdan skidka qilib beradi, qilib bermasa 35% skidka qilib berasizmi? O, молодец. Ana, sizlar uchun 35%, yana kamiga yana ham tushib beradilar. Men aytib kelinglar, yana ham optimiga olaman degan opa-singillarimiz, uyimda bozor ochaman degan opa-singillarimiz hammanglarga konkretni absolyutni skidkalar bor. Men ham bir ro'mol o'rab ko'rsammikin, menga ham yarasharmikin, qaysi birini o'rasammikin? Kelinglar, men qorasidan o'rab ko'raman, qora ko'ylak kiyganman. Moqizga yarasa chiroyli yarashibdi-ya. Bu hali Alomatxonni kallasini varianti ekan, faqat kalla varianti. Pirchoskasini qaranglar. Tashlab yuboraman. Meni pirchoskam bunaqa emas. Ani ketdi. Buni qanaqa kiyadi? Mana shunaqa kiyamanmi? Hoppa, menga yarashdimi, yarashmadimi? Qani? Yo'q, ro'mol o'ramayman. Dadam so'kadi. Dadam so'kadi ro'mol o'rab olsam. Qani? Yangi kalta ekan. Nima kiyibyapti? Hijob kiyibyapti deydiganlar. Negativlar kommentariyada birni bosib ketinglar, sizlar lichkalarga yozaman. Nimaligini, xo'p? Yarashdimi o'zi? Yarashdimi, yarashmadimi yozib ketinglar. Hoppa, adres pastda. Описаниеda o'qiysizlar.